Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size gacırız, Washington sözdeyimiz. Bugünkü ıslah 2021 yıl 12. ayın 22. günü vatandaş. Vaziyet doğrusu bir cümle. Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet sakatı Antony Blinken, Litva'nın devlet veziri, Litva Cumhuriyeti'nin veziriga telefon verip, telefonda sözleşip, biz Cumhur Kompartiyasının zo'ravonliklari, mesela iqtisodiy zo'ravonligi ve başka zo'ravonligi birlikte qarshi turamiz dedi. Bu vaziyatning tushungan dedik bu. Avrupa, Sharqiy Avrupa vaziyati bilan Osiyoda Cumhur vaziyati birlashib ketdi dedik bu. Mana bu bugünkü Antony Blinken devlet katibi Litva Cumhuriyetiga shundoq ifoda bildi. Va birinchi vaziyat vatandoshlar. Endi shunga munosabatlik oldi. Yana bunga munosabatlik bo'lmasa-mu, lekin leksiyamiz qatorida shuni so'zlaymiz. Bu leksiyaga ajabsinibmi qaraymiz. Bir tarafdan hayron bo'lamiz, bir tarafdan shunda ish to'g'rimidi, Amerikada bu ish bormidi deb maqolamiz vatandosh. Mavzumunda Cumhur Kompartiyasi 4 milyon 400 bin dolar harclab radyo stansiyasi setib oldi. Washingtonga singib kirdi. Mavzuli xabar 12 ayning 21 kuni Cumhur nazorat orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Mushu pul 4 milyon 400 bin dolarmi yoki 440 bin dolarmi men toza ajrtamadi. Men de shunday oldim mavzuni vatandosh. Men bugun bu leksiyamni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur til guruhining boshlig'i Olim Sitovga bag'ishlayman. Belki bunu Olim Sitov ikimiz o'zaro muhokama qilishimiz mumkin vatandoshlarning oldida. Shunga bu leksiyani bugun birinchi leksiyani Olim Sitovga bag'ishlayman. Leksiya manda boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Adliya Ministerligining yangi chet el gumashtillarini tizimlash xotirasiga asoslanganda Cumhur Kompartiyasi o'tgan 2 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlari Washington shahrida qurilgan bir sahna yoki bir supa radio stansiyasiga bir hisobda 440 ming dollar, bir hisobda 4 milyon 400 bin dolar berib yoki xarjlab Washingtondagi radio anglag'uchilarga Cumhur Kompartiyasiga foydali radio programma mazmunlarini o'rinlashtirgan. Bu o'rinlashtirish Cumhur Kompartiyasining Amerikaga singib kirib ta'sir ko'rsatish harakatining bir misolidir. Shundaqmi Olim Sitov efendi? Amerikada nashr qilinadigan siyosiy axborot orbiti Washington erkinlik munori, ya'ni Washington Free Beacon ning xabar qilishiga asoslanganda boshtabi Virginia shtatiga joylashgan Potomac Media Group, ya'ni Potomac Washingtondagi daryoning ismi Potomac agentligi deydi. Potomac Media agentligi Group. O'tgan hafta payshanba 12 ayning 16 kuni Amerika Adliya Ministerligiga topshirgan chet el gumashtillarini tizimlash hujjatida bu Media Groupning, ya'ni Potomac Media Groupning Cumhur Tashviqot Ministerligining qo'l ostidagi xalqaro axborot planlash idorasi bilan bir parcha zo'r tafovut payida to'xtami tuzganligi tafsili tushuntirilgan. Sodining bir qismi sifatida Potomac Media Group Washington shahriga anglatish beradigan radio AM radio stansiyasi, ya'ni WCRW radio stansiyasi
Cüngö Kompartiyasının zıvanı bolgan organ aparatlar. Yaki Cüngö Muhit Televiziyası doğru CCTV təminlegen məzmunlarını hem de Cüngö Kompartiyasını aktivane yani aktiflik bilen tasvirleydiğen əzel ve eyt işlerini anlatkan. Çünkü niye dedik de ki çak eyt işlerini anlatkan dedik. Bu demek matbuat güroyu. Adliye Ministerliği tapşırgan bir parça hüccette. Bu demek Media Group'nun Cüngö Teşvikat Ministerliği qarmıqıdaki Xalqara Anlatış Planlaş İdaresi bilen tüzgen toxtam modelleri tepsili çendirilgen. Toxtamga asaslanganda Cüngö Kompartiyası Xalqara Anlatış Planlaş İdaresi anlatışlarını ve programmalarını tekşirisi buludu. Hem tasdiqlashga buludu. Bu demek Media Group bolsa Cüngö Kompartiyası Xalqara Anlatış Planlaş İdaresini radyo anlaş dairesi azim qilish yoki singdirish ve xalqaro tashkilotlarning baholash dokladlari bilan ta'minlaydi. Bu to'xtamning qoplash mezgili 2019 yılı 7 aydan 2021 yılı 8 aygacha bo'lgan vaqt aralığını öz işçiga aldı. To'xtam bo'yicha to'langan pul 4 milyon 400 bin dolar. Yoki 440 bin dolar. Bu demek Media Group WCRW radyo stansiyasi CGTV'nin programı məzmunlarını anlatıdı. Demek Xitay televiziyasının məzmunlarını bu demek Radio Group yoki bu demek Media Group Washington'da turup anlatıdı. Toxtam yuqorqidek tüzüldü, dollar yuqorqidek berildi. Şundaq yapma, alim sitap. Şoda şunda pişkendek duram da alim sitap göreldiniz mi? Xaberde mundaq görüstüldü. WCRW 1992 yıldan başlap Cüngö Kompartiyasının yana bir zıvanı bolgan Cüngö Xalqara Radio Stansiyasının məzmunlarını mı anlatışqa başlagan idi. Devamını anlayışsız vatandaş.